Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun yana bir himoyamiz ostidagi shaxsga, ya'ni Qoraqalpog'istonlik bo'lgan akamizni ishlari hal bo'ldi. Bu insonga o'z huquqiy yordamlarimizni ko'rsatgan edik. Voqea shundaki, bu insonning nomiga kimdirlar Zaltay Koronadan qarzlar olib, o'z kartalariga tushirib olgan. Shu holat bo'yicha biz huquqiy yordamimizni ko'rsatgan edik. Jinoiy ish qo'zg'atildi va shu qarorning asosida bugun bu kishining nomlaridagi qarzdorliklar barchasi olib tashlandi. Ya'ni bu kishi xolis bo'ldi. Bu inson hozirda Moskvada bo'lganlari uchun video qila olmaydi, lekin yaqin orada Xudo xolasa borib o'z fikrlarini va jinoiy ish qo'zg'atilganligi haqidagi, qarzlar o'chirilganligi haqidagi dalillarni videoda ko'rsatib, akamizning fikrlarini ham sizlarga yetkazib beramiz. Shuning uchun mana profilimga podpisatsiya qiling, like bosing va kommentariyada o'z fikringizni yoki bo'lmasam muammongizni yozib qoldirsangiz, barchalarga Xudo xolasa o'z huquqiy yordamlarimizni ko'rsatamiz. Podpisatsiya qiling va Xudo xolasa yaqin orada shu video ham chiqadi. Barchalarga rahmat. Sizlar bilan Abubakir Safayev.